Video juda ham cho'zilib ketdi, shunaga ham salginagina endi qo'lni olib yon tarafdan qarab salginagina bursak bo'ladi. Chiroyliroq bo'lishi uchun. Salginagina kattalashtirsak ham bo'ladi. Salginagina. Bu qismidan yana salgina kichiktirishimiz kerak. Juda ham kichikroq ketdi. Shuning uchun ham qo'l qismini o'zini salgina kattalashtirishimiz kerak bo'ladi endi. Ikkita qismini olamiz va salgina kattalashtiramiz. Mana. Endi hattoki bu qismini ham agar mana rengan qismini bossak, yana qaytib belgilasak bo'ladi. Bu qismini ham salgina kattalashtirsak bo'ladi. Mana endi ko'rinishiga yaqinroq bo'ldi. Sal bo'lsa ham. Endi har bitta obyektni belgilab, Ctrl G harfini bosamiz. Bitta obyekt qilib olamiz. Bunda ham xuddi shunday, yana foydalanganimizdek generate mirror funksiyasidan foydalanamiz. Lekin obyektimiz to'g'ri chiqmadi. To'g'ri chiqimiz uchun biz silindrda obyektini belgilab olishimiz kerak. O'shanda silindr bo'yicha bizda mirror bo'ladi, ya'ni akslantirish. Endi bizga mana bu himoyachasini yaratsak bo'ladi, xohlasak. Bu himoyachasini yaratishimiz uchun nima qilsak bo'ladi? Biz silindr qismini belgilaymiz. Tab Ctrl R bilan bitta aylana qo'shamizda, o'shani bevel funksiyasi bilan kattalashtiramiz. Va segmentlarimiz paydo bo'ldi. Endi o'rtadan bir raqamchasini bosib, teng sonda belgilab olamiz. Menimcha mana shuncha bo'lsa yetarli bo'ladi. Va ola qismiga chiqarish uchun Y funksiyasidan foydalanamiz. Y funksiyasidan foydalandik. Mana himoyachaday bo'lib chiqadi endi. Salginagina kamroq olsak ham bo'ladi. Mana. Va olagidan qaraganimizda mana bu himoyachalarni qo'shishimiz uchun mana shu qismidan qo'shsak bo'ladi. Liniyasini belgilab olib, Shift S kursor to selected. Hamizda keyin sfera qo'shamiz. Sferacha qo'shildi. Yana xuddi shuni ham mirror funksiyasi bilan pipetdan olib buni belgilasak, mana ikkita navi ham paydo bo'ldi. Mana. Endi qalbisi ham o'xshayapti. Endi mana bosh qismida biz ko'zlarni kesib olishimiz kerak. Ko'zlarni kesib olishimiz uchun tab funksiyasidan kirib, tab funksiyasiga kirib, Ctrl R deb bosib belgilab olamiz. Belgilab olganimizdan keyin bizga endi ko'zini yasashimiz uchun bir raqamini bosib olamizda, ikki funksiyasi bilan, bir funksiyasi bilan nuqtachasini belgilab olamiz. Aynan shu nuqtachani. Xuddi shunga simmetrik bu nuqtani belgilab olsak ham bo'ladi birdan. Endi Ctrl Shift B funksiyasini bosib bizga endi ko'z kerak bo'ladi. Segmentlarni ko'paytirib, mana bu yerda burchagini salgina kamaytirsak, segmentlarni ko'paytirishimiz unchalik ham shart emas. Salginagina tekisroq bo'ladi. Shu darajada bo'lishi yetadi bizga. Balandligini sal to'g'irlasak bo'ladi, xohlaganimizdek. Mana. Bu ko'rinishda menimcha o'xshashroq. Yoki salginagina mana salginagina yaqinroq qilib taxladik. Endi belgilanib turgan
shu belaklarni del funksiyasi bilan o'chirib tashlashimiz kerak. Delni bosamiz, facetni bosamiz, mana quiz qismini qirqib oldi. Endi bizga salgina ob'yom kerak. Chunki hozir mana quiz qismida ob'yom yo'q. Shuning uchun ham silindr qismini bosamiz, add modifier, generate, solidify degan funksiyani bossak, bizga materialga qalinlik beradi. Qalinlikni bu yerdan boshqarsak bo'ladi. Qalinlik o'shyapti. Qalingina qilib taxlasak bo'ladi. Materialga qalinlik beradi. Quiz qismida ham bizga yaratildi. Endi tepasdagi antenachasini yaratsak bo'ladi. Yana tab qismiga kirib, tepasini belgilab, Shift S, kursor to selected. Endi kub yaratsakda, kubchani qo'yib qo'ysak bo'ladi buni. Endi silindr kerak bo'ladi yana bizga. Eng oddiy, eng osoni Shift A silindr. Va Z o'qi bo'yicha kattalashtiramiz. 3Z moslab qo'yib olamiz. Endi biz ham buni bo'laklarga bo'lishimiz kerak. Tab qismiga kiramiz. Hech bo'lmasa ikkita bo'lakka bo'lsak, keyin shuni boshqarsak bo'ladi. Endi biz birinchi aynan bizga aylanani belgilashimiz kerak bo'lsa, alt bilan bossak, shu chiziqda aylana aynan belgilanadi. Endi bizga yon tarafdan qarab olib, salgina mana buramiz. Xuddi shu eskizdan foydalansak ham bo'ladi buni. To'g'rilab olamizda. Mana. Salgina buramiz. Bu shundan keyin bitta uxlab turibdi. Hozir bizga yana qaytadan kursorni select qilishimiz shart emas. Sfera qo'shsak bo'ldi. Mana. Sfera qo'shamizda G Z bilan tepasiga chiqarib qo'ysak bo'ladi. Mana. Salgina to'g'rilasak bo'ladi pozitsiyasini. Haqqoniga yaqinroq bo'ldi. Tepa qismi salgina to'g'rilangan ekan. Biz ham xuddi shunday to'g'rilab qo'ysak ham bo'ladi. Buning uchun bu qismiga Ctrl R bilan yana bitta pozitsiya yaratib, yon tarafdan qarab to'g'rilab qo'ysak bo'ladi. Mana endi biz yana yaratganimizga ancha yaqinroq bo'ldi. Uzoqdan qaraganimizda ham ancha robotga o'xshab qoldi endi. Deyarli shu. Endi biz material qo'shsak bo'ladi. Rang, ya'ni mana 3-qismga o'tganda materiali bor. Hozir bu yerda rangi yo'q. Hamma obyektni belgilab turib, new ni bossak, material qo'shadi. Material rangini robot rangiga yaqinroq qilib tanlasak bo'ladi. Bu yerga hozir tekstura qo'shilgan, lekin bizga aynan tekstura shart emas, chunki teksturani faylini sketch qilmasangiz, yuklab olmasangiz, ishlatib bo'lmaydi. Shuning uchun ham biz hozir faqat rang qo'shamiz. Hozir 02 rangi. Mana hozir yana bitta ayb qildim. Hozir hammasini bitta obyekt qilmadim. Shuning uchun ham faqat birinchi belgilangan sfera ranglik bo'ldi, qolgani ranglik bo'lmadi. Xuddi o'sha aybni qaytarmaslik uchun hammasini belgilab olib, bitta obyekt qilishimiz kerak. Ctrl J ni bosamiz va bitta obyekt qilib olamiz. Qaranglar. Hozir mana mirror qilingan hamma funksiyalar ketib qoldi. Nima uchun? Chunki bu yerda har bitta funksiyani qilgandan keyin silkani bosib apply ni bosishimiz kerak. Agar apply ni bosmasak, ular xuddi oldindan ko'rinishday bo'lib turadi-yu, lekin aslida ishlamagan bo'ladi. Endi bizlar hammasi bitta endi obyektlar qo'shildi, apply'larni bosdik. Apply degani rozi bo'lish, to'g'rilash. Endi Ctrl J ni bossak, mana bitta obyekt bo'ladi endi. Boshqarsak ham olasak bitta obyekt sifatida o'zgartirsak bo'ladi joyini. Endi materialni 02 material tanlasak, hammasi bitta material bo'lib rangi o'zgaradi. 02 material rangini tanlaymiz. Mana hozir belgilaganda material degan qismga kirib new ni bosishimiz kerak. Bular uchun alohida endi bitta